Mana sizni sanamaymiz. Mana ajdodlaringizning birinchi avlodi. Unda 2 kishi bor, ota va ona. Mana ikkinchi avlod. Unda 4 ta ajdodingiz yashaydi. Ota-onangizning ota-onalari. Uchinchi avlodda bir vaqtning o'zida 8 kishi yashaydi. Bu ota-onangizning buvi va buvalari va hokazo. Har bir avlodda har doim 2 karra ko'p odam bo'ladi. Bu yerda bir vaqtning o'zida 16 ta qarindoshingiz yashaydi. Bu yerda 32 ta. Bu cheksiz davom etishi mumkin. Ammo keling, matematika yordamida chindan shunday bo'lishi mumkinligini tekshirib ko'ramiz. Mana 4-avloddagi 16 ta, 5-avloddagi 32 ta odam. Shajara daraxtini 70 tomon davom ettirib, atigi 29 avlod oldin, ya'ni eramizning 1150-yillarda 537 million nafar ajdodingiz bo'lganini ko'ramiz. Bu o'sha vaqtdagi yer aholisidagi 1,5 barobar ko'p degani. O'sha payt sayyoramizda taxminan 340 million kishi bo'lgan. Matematika yordamida 40 avlodgacha davom etamiz. Endi ajdodlarimiz soni 1 trilliondan ko'proq bo'lishini ko'ramiz.